bir yo'q. Lekin siz aytgan haligi sizga o'zingizga yoqadigan eshiklar yo'qda. Ha. Nari YouTube'da turib menga o'sha oq eshik yoqib qoluvdi. Ha. O'shaga bir boraylikchi. Deysiz. Yoqsa olamiz, yoqmasa qaytib kela olamiz, tagimizda mashina dedingda. To'ppa to'g'ri aka, mana siz hech qanaqa nima ketmaydi. ha, agar misol aka, mana shu do'konga keldingiz, qayerda ishlab chiqarilgan, nima, qanaqa sifatda barcha ma'lumotlar gapiryapmanmi aka? Haligi skriti bo'lib, aka men mana shu eshik deb qo'ymayapman-ku, to'g'rimi? O'zimizda qilinayotgan bo'lsa, aka bu Rossiyadan keladi yoki bu kim edi, bu o'zimizda tayyorlanadi, yo bu sex, bunga sifat ishonchimiz kamroq, bunga ko'proq degan narsa bo'lyapti, to'g'rimi aka? Ochiq, oydin, ochiq karta. Misol uchun mana aka, ko'chada hech kim pulini oldirib qo'yadigan hozir zamon emas, lekin eshik mahsulot zamon. Ha, yo'q. Eshik mahsulot olishi ham mumkin. to'ppa to'g'ri. Bu haqida hozir yana bitta kelishamiz. Mana Primoyda ham o'tiribdi. Hozir Primoydagilar ko'ringlar. Primoy efirda shunaqangi video bo'lyaptiki, mana naqd mana Andijondan, Paxtaboddan kelgan klient. Primoy madaniyatdan mana. Primoy o'tirishibdi. Mana shu yerda savdo qilib, kelib, ko'rib, o'zlariga tavsiya berdik. Modellar ko'pligi uchun jicha boshlari aylanib, qaysi birini olaylik ekan deb ikkilanib qolgan joylarida biz mana yordam berib, o'zimizdan, ichimizdan tavsiya berib, qanday hozir siz agardagi Paxtabodda bo'lganingizda men telefon orqali hammasini tushuntirib chiqsam, kutamidingiz, kutmasmidingiz? Bor-ey, pasholay deb yuborarsiz, to'g'rimi? Ko'rgan boshqa, u telefonni tushungan boshqa-da. Telefonda rasmni aka, misol uchun aldab turib, tepadagilarimni ko'rsatdim, to'g'rimi, arzonlar. Ashularda aka og'ir deb turib pulni to'latib olibdir, 2 milliondan pul olib turib, 1 million 200 minglik 1 million narsani berib yuborsam bo'lar ekanmi? Ana, o'zingiz kelib, mashinangizni yuklaganimcha ko'rdingizmi aka? Sifatini ushlab, ko'tarib ko'rdingiz. Zavod zamok joylarini ham ochganini, qanaqa chiroyli ochganini ko'rib turdingiz, to'g'rimi aka? Zavod qo'ldan ocha olmaydi. Ha, qo'lda unaqa qila olmaydi. Jinda nima ham bo'ladi? Tinnalib bo'lsa. Ayy, aniq. Qo'ygingiz kelmaydi. Ha, xuddi shunaqa qilib, mana haligi ko'pchilik aytadi-da, telefonda rasmini, katalogini, narxini yozing deydi. Aka, mashincha xil turibdi, to'g'rimi? Birinchi etajimizda o'zida katta assortiment turibdi. Bularda 150 xildi. Hozir men har bitta odamga tushuntirib chiqqanim uchun qancha vaqtim ketib qoladi aka? Yo'q, lutfi ko'rib, kelib ko'rgan. Kelib ko'rsa, har bir mijozni xohishdagi, istagidagi, cho'ntagidagi narxga tushadigan eshik bor, to'g'rimi aka? To'g'ri. Hammasini to'g'rilab, sekin qarab qimmatini